deyapti. Kim qaysi cho'lda deydi. Daryoda chiroyli bo'lib mayli o'g'illar jayryapti. Men bolalar uchun maza qilishyapti. Chon haqiqat deydi. Manzurjon bo'lib keladi. O'yin o'zida. Siz Simro'mol bolalar hammamiz nostalgik kiyinganmiz. Men topolmadim. Siz Simro'molni ko'rsatdingiz. Oxirgi marta o'zi qachon o'ragandingiz degan savol keldi. Menga xabar qilmang, kimlayman. Men qachon Marg'ilonga borsam, akalarim haligacha boshimga Simro'mol haqida deyapsiz. Simro'mol eski qadim Simro'mol. Katta Simro'mol bor menda. 5-6 ta hozir ko'rsatib qo'yaman. Sizlarda yo'q, mana menda bor. Menda bor, sizlarda bormi? Ha? Eslasizlarmi mana shunaqa yurishadi? Buyoqqa oling, buyoqqa. Bugun hamma narsa Husan Sharif. Mutkuri. 80-90'lar. Endi nima dedi? Bu ko'rinishni siz talab qildingizmi bu komandadan deyapsiz? Yo'q, men nima qo'shiq shunaqa talab qildim. Men ishoninglar. Shunaqa shoshib qoldimki, kunni erta. Mana iflos san'atkorlar pullab ketib qolganlar bo'lardi, shunga o'xshab qoldi. Voy, mana nima bo'ldi? Qo'shiq aynan mana shunaqa ko'rinish talab qildi shunaqa. Endi-chi, biz nostalgiya, мы соскучились по тем временам. Mahallaga sizlarga aytdim-ku. Mana nostalgiya ana shu o'sha G'ulomjoyevlarning yoshligi umri uzun bo'lsin. Sherali Jo'rayevlar rahmat qilsin yoshligi, qirilishib yurganlarimiz, urushib yurganlarimiz. Ko'chada Niyoz aka bilan to'y yurardik, rahmatli bilan. Ustoz edi, ko'chadagi ustoz. Ko'chada pul topgan ustoz, haligi o'rgatgan ustoz deydi-yu. Pulni oxirigacha sug'urib olishni o'rgatgan ustoz. Lekin mana do'stlarim, hamkasblarim ko'p bo'lib ketdi. Ana o'shalarga anaqa qilyapman. Lekin mahalla yoshlar bilan gaplashsam, Ruslan Sharipovlarni eslashyapti. Masalan, kimgadir Ruslan Sharipovdan boshlab kelyapti. Kim qayerdan boshlagan bo'lsa, meni ta'qib qilishdi. O'sha yerdan nostalgiya bo'lib kelyapti-da. Это здорово. Bor ekan, o'lmabmiz ekan, eslayapmiz ekan, eslaydigan narsamiz bor. Qiynalgan kunlarimiz uchun alhamdulillah shukr. Ko'rgan kunlarimiz uchun, hammasi uchun, yo'qchiligim uchun, borchiligim uchun. Zinapoya har bitta qiyinchilik chiqishga bir pog'ona bo'lgan ekan. Behisob shukr, alhamdulillah shukr. Mana bu vazikalarni ko'ryapsizlarmi? Nasıl shunaqa gullarga xursand bo'lardik. Hozir endi buket gullar. Qatdan qatga keldik. Allohga shukr shular nasib qilganiga. O'shaning uchun bu nostalgiyani ham eslaydigan narsang bo'lsa eslaysan. Hammaga azob berib anaqa qilib kelgan bo'lsang nima deb eslaysan? Hali do'stlarim ham hali hasadgo'ylar, dushman demayman, men hech nima dedi? Birovga mollik tilamaganman, nimaganman haligi anaqa qilish uchun. Gap o'zi betiga aytganman, dushmanlikdan emas. Balki o'zimni haligi devonaligimdan gapirgandirman deydi-yu. Betga aytardim, yashirmas edim. Urgan bo'lsam, haq etgani uchun urganman. Masalan, ushardim. Ushlash qo'ydim. Siz so'zga e'tiborlisiz. Bu so'z sizniki emas ekan. Necha marta o'zgartirdingiz? Biz bir marta aytib ketganingizga ishonmaymiz. Talabingiz qanday bo'ldi bu so'zga dedi. Ishonmaysiz, bitta kirdim, aytdim, chiqdim. O'zgartirmadingizmi? Yo'q. O'zgartirmadim. Это наши слова. Ay, men telefon qilman. Ikkinchi kupletida Barangiz, telefon qiladi. ishonmaysizlar. Bombada Muhammad Yusuflar davrlari esimga tushdi, ishoning. Aytdi, pochir hidi bor. Men misol o'sha she'r dastasini hidlab yurganim uchun, aytganim uchun Muhammad Yusuf. O'shani hidi bor. Bilasizmi? Yaxshi san'at, yaxshi ilm qishloqidan chiqadi. Qishloqning hidi bor-da. Tushunyapsizmi? Va maza qildim men. Tabiiylik ya'ni. Menga qarang, tabiiylik degani shaharda ham to'g'ri anaqa bor, lekin tabiiylik kirmaydi. Qishloqdan kelgan qishloqqa deydi. Masalan, bu yerdagi lampochkalar yo'q, shuncha lampochka aytda qishloqda. Qishloqda 2 soat svet yonadi xolos, mayda ertadan kechgacha svet yonadi. Lekin ularning his-tuyg'usi, ularning baxtiyorligi shaharda yo'q o'sha baxtiyorlik. Men ham tagi qishloqning Marg'ilonlik bo'lganim uchun baxtli bo'lishni bilaman shekilli. Hali borliqda katta bo'lgan vechta noliydi. Allohga shukr. Boriga ham shukr. Yo'g'iga ham shukr. So'zni ta'sirlangan joyingizni eslab bering bizga. Qaysi joyda ta'sirlangan? Ikkinchi kupleti va qaysi so'zi?
hozir. Maza qilasiz. Ko'zoynaksiz o'qiyman. Mani anaqa qilgan titratib. Tushlarimda ko'chalar. Yurgan ko'chalar, tushlarimda ko'chalar. Onam yopgan ko'chalar, ariqni bo'yida ko'cha yopardi, ichkarida ko'cha yopardi. Onaginama qolib ketgan qishlog'imni sog'inyapman ko'chalar. Yo'q. Qolib ketgan Marg'ilonni sog'inaman. Ishonasizlarmi shuni? Men ashi Marg'ilonligimni sog'inaman. Ana o'sha changi pondaq qilib eski ro'mollarda, qing'ir-qiyshiq ro'mollarda baylab olib, haligi bitta ko'zimizda surma qochib ketgan, bittasida bor, bittasida o'sma bor, bittasida yo'q, shunaqa qilgan paytlarni sog'inaman. Nima deydi? Saddalik deydimi? Saddalik juda katta baxt. Juda o'ta aqlli bo'lib, juda o'ta hushyor bo'lib, yetilib anaqa qilgandan keyin bilki daryoni oxiriga yetib qoldik. Tushunyapsizmi? Ashuncha menga maza qiladi. Bilmam, o'qiylar, muxlislar. Yo'q, o'qiyman hammasini. Qo'shiqni bugun necha marta eshitamiz? Shuni ayting deyapti. Sizlar talab qilgancha masalan maza qilib eshitib yuribman, maza qilib uyda er-xotin qilib yo'lda anaqa qilib keldim. Prямой efirda har doim biz mana shunaqa premyeralarni ko'ramiz. Jonli efirda ko'proq chiqib tursangiz boshqa payt ham. Bugun nima anaqa bo'ladi, qarshilik bo'ladi. Boshqa payt kam chiqasiz. Premyeralarda asosan to'g'ridan-to'g'ri efirda ko'ramiz. Ko'proq ko'rish xohlaymiz jonli efirlarda deydi. Endi jonli efirda ham nimani aytasan? Hayotiy g'alvalarda ko'rmayman. Mana hamma yo'q g'alva bo'lib ketdi hozir. Hamma aqlli. Nima qildim? Ko'p gapirib, men ijodim bor uchun chiqib gapiryapman. Hadam nima deysan? Haligi yaxshi otga bir qamchi ham otga ming qamchi deydi-yu. Yetganga o'sha bitta qamchi ham yetaveradi. Yetmaganga har kuni jonli qilsam, bir-birimizdan so'qqa meligan bo'lsam kerak. Bilmayman. Lekin vaqtim meroshib men bilan sportga borasiz. Qayt paytda. Vaqt juda tanqis. Ishonasizlarmi? Vaqt juda ham tanqis. Vaqt yetmaydi. Lekin men Allohdan vaqtimni barakatini so'rayman. Alloh vaqtimni barakatini bersin. Haqqimasini qilay, roziligini olay, sani roziligini olay deb. Juda muhim narsa. Sizlarning roziliginglarni olish. Bir-birlaringizdan rozilik olinglar. Ertaga mana shu kunlarda eslaysizlar. Kecha hammamizni ko'zimizni o'yib yurganlar kasal yotibdi, dardi ichida aytolmaydi, unaqalari ham bor. Hammaga azob berib, hammani ko'mlab yurganlar, kecha karillab yurganlar pul bor dorisini bo'lgani bilan davosi yo'q kasallar bor. Alloh asrasin. Zачем обижать друг друга? Чтобы было всегда вспомнить. Hamisha yaxshi shukr nostalgik nasib etsin. Yashagan nostalgik qiladi. Chiroyli daraxt ekkan odam nostalgiyasini mevasini oladi, ishoning. Haligi har qalay vijdoningiz toza, yomonlik qiladimi? Yomonlik qilish xohlarmidim? Xohlardim. Lekin nafsimni tiyishni bilardim shu bo'lsa, urushqoq bo'lsam. Sizni oxirgi paytda ko'proq Samarqandda ko'rganmiz. Va vodiy taraflarga ham keling iltimos deydi. Vodiylarda ham pul yo'q emas, bor. Lekin to'y qilayotganda rosa orzu havas qilsa to'y. Asha mahallada $100 ansambl bilan o'tkazib qo'yaylik dedi. Hazillashyapti albatta, lekin mana aeroport sotamiz deganda Karimov paytida davrida aeroport sotiladigan bo'ldi, eslasanglar. Sotib oladigan kim chiqdi, eslaysizlarmi? Birinchi uchtalik vodiydan chiqqan samolyot, haligi aeroport sotib oladigan. Aeroportda samolyot demayapman, aeroport sotib oladigan. Shundan xulosa. Endi samarqandliklarni orzu havasini ko'ringlar. Men bitta narsani bilaman. Tojiklardachi orzu havasga qattiq qaradi. Samarqandlarda emas, Tojikistonda ham shunaqa. Ishlaydi, topadi, orzu havasiga anaqa xudo beraverar ekan. Asha haligi mikin, haligi mich qilib, mikin qilib shuqa bilan qilaversa, o'shanga yarashasini olasan. Sal eshikni kattaroq ochish kerak. Qilib qo'ysang, to'ylikdan qilib chiqaveradi. Kattaroq ochish kerak eshikni. Alloh beradi barakatni. Yo'q joyda uy qurgan odamga yo'q joydan pul keladi, e'tibor qiling. To'g'risi ham, lekin qarz olgan odamga pul kelmaydi, e'tibor qiling. Uy qilganga, uy qurganga, xususichilik anaqa qilaman deganga yo'q joydan keladi. Lekin bugun bir narsa bersa, ertasiga bir narsa kirib keladi. Bittaga 10 ta kirib keladi. Men buni ishoning, har kuni his qilaman. Sport shug'ullanasiz. Biz buni ko'rib boramiz. Sog'lig'ingizni qancha qismini tashkil etadi? Aynan mana shu sportga borishingiz deydi. Sog'lig'imni qancha qismi? Men endi bilmayman, vallohi alam, men haligi semirib ketganda eslasanglar, hansirardim uni. Qilardim uni. 2 yil oldin. Mana shu 2 yil sportga bosib boryapman.
Hansirashim yo'q bo'ldi. Ortiqcha kiloni doktor o'shanda ham aytardi. Sbрасывай, lishniy вес sbрасывай deyardi. Хоти, плавай deb. Ish ko'p ekanda, o'sha haliga kiloni berib, sal o'zing yetishtirilgandan keyin nafas olishing yengillashar ekanda. Oldin haliga shamollamayapman, shamolli emaslarga o'xshab yengillayapman aqlim. Endi qolganini endi Alloh biladi, bilasizlar-ku. Lekin kilo tashlab ancha yengil bo'ldi. Yurishim yengil, yeyishim yengil. O'z-o'zidan ishtaham ham kamayib boraveradi. Opa, assalomu alaykum. Sizni kuzatib boryapmiz. 2026-yilgi konsert dasturiga tayyorgarlik qachon boshlanadi yoki boshlandimi? Boshlanib bo'lgan. 2026 bilet sotilishda boshlanadi. Men konsert boshlamayman. Nima o'ylaysiz? Opa, Uyg'urcha bitta bomba qo'shiq qiling, yana biz uyg'urlar uchun iltimos. Albatta. 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 Xudo xolasa. Toshkent havosi ham toza qoldi. Endi-chi, ko'rdinglarmi? Sendan harakat, mendan barakat. Davlat ishlayapti. Kim bo'lishidan qat'iy otini sanab o'tishim shart emas. Bizga kerakli bo'lgan narsa uchun qilyapti-yu. Lekin mana bor bo'yicha aytdik. Viloyatdagi hokimiyatlar noto'g'ri tushunib shekilli. Tandirdagi o'tinlarga osilmaylar, undan chiqmaydi. Voy, bu juda kulgili. Asrlar davomida tezak bilan o'tinda non qilib o'chadi, noqat qilamiz. Shu qoluvdi endi. O balonlarni yoqib teplitsa qilyapsizlar-ku. Ashundan bo'ladi bu. Bir tutun bo'lsa. Keyin sifatsiz yoqilg'i, benzin, anaqalarda sifat qolmadi. O'shancha 80 benzinga ham olib tashlashdi. Yaxshi bo'ladi. Qurilishlar birdaniga bo'lib yog'ingarchilik bo'lmadi. Bosib turardi. Bosmay qo'ydi, hammasi bitta bo'lib budish bo'ldi. O'shaning uchun yana bir bor aytaman, marhamatli bo'laylik. Endi buni asli masjidlarda gapirilish kerak. Malaka aytibman, kitoblarda yozilganda aytibman. Sal marhamatli bo'lish kerak, berar qo'l bo'lish kerak. Mana hozir qora qish kelyapti. Hurmatli boylarimiz, rosa ko'plar, mashalloh. Rosa emaslarni taniyman-da. Hozir haliga yo'qlarga berib turadigan payt. Ana o'zi katta tuxumlar. Bir rishotka tuxumni ham masalan men oldin to'p firmamiz yo'g'ida o'ylayverardim tuxumni. Qaramaslarga aytib, shu Usmonov bo'lsa. Bilyapman. Foydasini ham, ekonomikasini ham, anaqasini ham bilyapman. Tarqatinglar, nega un qo'shinglar, yog' qo'shinglar. Qora qishdan chiqib olaylik, bahorda hech kim ishga kerak emas. Buni Alloh boqib oladi, ishing yozimi? Ana o'shanda yomg'ir ham, qor ham, quyosh ham, sog'liq ham, barakatimiz ham joyida bo'ladi. Men ruslarga qarab, Amerikaga qarab, yo'qsa arablarga qarab, yahudilarga qarab ish qilmanglar demoqchiman. O'zlariga bizning urf odatlarimiz o'zi mana emas, mana yetadi. O'zimiz musulmonmiz alhamdulillah. Bizga aytilyapti-ku. Marhamatli bo'linglar, xafa qilma, haq yema deydi. To'g'ri deymizda. Duoga borgan ko'pchilik ota-onasi bilan gaplashmaydi. Duoga borgan ko'pchilik jigarlari bilan gaplashmaganlarning duosi o'tmaydi. O'shalar jamiyatga qo'shilsa, ana so'raylar aytadi, bu domlat berdi. Hadislarda bor bu narsa. O'shalar jamiyatga qo'shilib qolsa, o'sha jamiyatga ham duosi o'tmas ekan. Yarashinglar. Rasitgacha kechirib olinglar. Bir marta hayot beriladi. Azizlarim, ilohim topgan tutganinglar to'yga buyurib, Usmonov o'chirib turib xizmat qilsin. Tilagim shu. Opa, sizga bo'lgan muhabbatim yolg'iz Alloh biladigan duolarimdasiz. Amin ya Hamisha deyapman. Rabbal alamin. Birga qilsin. Butun menga tilaganlaringiz o'zingizga nasib qilsin, Xudo xolasa. Mana sizlar uchun duodaman. Har kuni. O'qing Meron Shoh. Oxirgi paytda teledasturlarda yosh qizchalarning sizni qo'shiqlaringizni aytayotganligini ko'p ko'ryapmiz. Sizning kayfiyatingizga qanday ta'sir qiladi? Qanday qabul qilasiz ularning shirin harakatlarini deb yozishibdi. Men to'g'risini aytayman, men o'zim ko'p internetga kiravermayman. To'g'ri. Mana opamlar, qizim, bir narsalar jo'natib qolishadi-da. Bu Instagram bo'lmasa ochmas ekan. Rosa bu aslo. Bugun Nilufar bilan shu masalada urushdik. Ne deb ochmaydigan narsa jo'natasan menga? O'zing ovoz kachib qil. Yo'q-da menda endi. Ko'rmayman, lekin mayli-da, sa'y harakatiga barakat. Lekin bitta narsa, harakatga biz faqat zabiz. Lekin yosh qizlarimizni ishontirib qo'yib, boshqa ishga egilmaydigan qilib qo'ymaylar. Meni qizim mikrofon ushlashni aytadi. Xuddi. Lekin sizni qizingiz qo'lida nina ushlashni o'rganish kerak. Sizni qizingiz kavgir ushlashni bilish kerak. Sizni qizingiz bozordan olib yegan boshqa, ilohim dastiga bersin, hamisha yesin. Uyda xizmatchisi bo'lana qilsin. Lekin xamir yoyishni bilish kerak. Erga shirin gapirib, assalomu alaykum dadasi, eshitib bilish kerak. O'rgatish kerak. Ana shu bizga yarashadi. Ashullar bilan birga Yulduz Usmonova deb bo'lsa, Yulduz Usmonova deb o'sha harakatlarga o'rganib. Men 4 yoshimda surpakda o'tirganman.
4 yoshimda supaga o'tirganman. 7 yoshimda birinchi sinfga endi chiqardim. Mahallada to'y bo'lsa, bilamizlar, avval mahalla pichiradi, oldin istaradi bo'lmasdi-yu. Yulsizxon chaqiring, somsani xamirini o'sha yoyadi dedi. Men somsani xamirini yoyardim. Haligi nima deb? Qatlama. Qatlamalar. Yo'q, haligi Shalpak. Yo'q, eshmaniki emas. Haligi varaq somsa. Varaq somsadir deb. Varaq somsaga 7 yoshimda mahalla chaqirardi meni. Chaqiring meni yoshimda. Men 7 yoshimda, men 4 yoshimda supaga o'tirganman. O'ynab o'tirib, ijilab o'tirib. O'shaning uchun nima deydi? Kirlarni yuvardim. Akalarim tepib yurib, dazmol qildirsa, dazmolni xotiram, uncha haligi qayinlardan yaxshi dazmol emasmi? Chizig'ini. To'g'risi ham endi shularni ham o'rgatish kerak, o'rganish kerak. Inson bo'laveradi bilan yashasa, hech narsa bo'lmaydi. Bo'lavermaydi. Har ishga sinchiklab yondashasan. Agar bo'laverganda sangacha bo'lib bo'lgan bo'lardi. Sandan keyin davom etyaptimi? Demak, bo'lavermas ekanda. Har bitta narsaga jiddiy yondashishni o'rgatinglar bolalarimizga. O'ziga ishonch bildirishni o'rgatinglar qizlarimizga, mikrofon bilan birgalikda. O'zingga ishonsang chiq deylar. Qara, ertaga ko'zingni oqizib kelma. Shunaqa deb ko'zingni ziyligini oqizma. Ziyligini oqizma deyish kerak. Kurashni o'rganish kerak. Birovga amonlik qilib emas, kurash deganda borib birovni ko'zini o'yib, yurib turgan yo'liga tosh tashab, orqasidan kistata sepib, shunaqa qilib degani emas. Mard bo'ling, ishlab yuring, qoqildingmi? Puling qonadimi? Art yana ishingda davom et. Men faqat ishim bilan isbot qilib keldim. Avvalo mehnat. O'rganib. Bitta erkaklarga emas, ayollarga ham, qizlarimizga ham 40 hunar oz. Do'ppi tikamanmi? Tikaman. Qiyiqchi tikaman. Chorsildirdik Marlonda. Qiyiqchi desizlar, Toshkentliklar aytasizlar. Yuqorida ustoz shogird haqida gapirdingiz. Yoningiz kelayotgan yoshlarni qaysi fazilatlarga ko'proq e'tibor berasiz yoki qaysi jihatlarga qarash kerak deb bilasiz? Men hozir aytyapman nima jihatga. Mehnat qilish kerak. Qayerdan kelganini unutmaslik kerak. Eski kalish bor-ku, borgan. Eski kalishingni kiyib kelgan birinchi eski kiyimini tashlab yuborma bolam. Qo'yib qo'y o'shani. Rosa shpaneri yorilib ketib, pirmes bo'lib ketganingda haligi bitta yirtiq narsani qo'yib qo'y. Sani babushkang, ota-onang bilma kim bo'lsa, "Voy, sen bittasi hamma maqtayapti" deganda haligi yirtiqqa qarab qo'y. Sahnada sen turasan, orqangga babushkang yo onang turmaydi, yo dadang turmaydi. Yo aka opasingga sani maqtagan yo birodar turmaydi. Xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Sizlar maqtaysizlar, bu sahnaga chiqib xato qilib gap sizlar eshitmaysizlarda, san'atkor eshitadi. Ashi jihatlariga sizlar e'tibor qilinglar. San'atkor mayli. Sizlar maqtayotganlar bor-ku, sizlar e'tibor qilinglar. O'zidan kerak darajaga maqtab qo'ysangiz, o'sha darajada emasligini bilib turib, o'sha darajaga olib chiqasiz. Ashi daraja bilan sizni boplab uradi. Siz chiqarib qo'ygan odam. Opa qarang, hamma sizdaqa tarbiya berganda edi, qizlar zo'r tarbiya olardi. Opa ko'proq tarbiyaga so'z bering. O'qilib olib qo'yinglar, men aytib turaman konsultatsiya qilib. Juda ham ko'p egallar o'tirib. Juda ham ko'p gullarni o'stirasiz, e'tibor berasiz, ammo siz o'stirayotgan gullar nima uchun boshqalarning uyida ko'karmaydi, gullamaydi? Buni siri nimada deb yozib. Shuni ayting opa, o'zga qarab so'rash. Men bitta narsa aytaman. Gullar deslari hammasi bir xilga o'xshaydi. Bir xilga gullarni bir oyda bitta suv quyadi. Bir xilga gullar bir haftada bir marta quyadi. Qattiq ko'rasizmi, odamga o'xshagan. Hammasi ham. Ko'pchilik mana bunga qo'yaman, bunga ham to'p qo'yaver deydi. U irib ketadi. Ko'tarmaydi. Chunki kelib chiqishi fitrati boshqa gulda. Kimdir cho'ldan keladi, kimdir ko'ldan keladi deydi. Ko'ldan kelgan gul bor, cho'ldan kelgan gul bor. O'rganish kerak edi. Xuddi shunday odam hamda borliqdan kelgan odam bor, yo'qliqdan kelgan odam bor. O'sha o'ziga yarasha muomalasini qilib aniq qilish kerak. Opa bitta yaxshi savol berish. Agar yoshligingizga qaytib qolganingizda, siz yana shu kasb tanlarsiz yo boshqa kasb tanlarsiz? Endi avvalo qaytmasligimni bilaman, lekin Alloh yana hayot bersa, yana sinasa, yana o'shani yashaymiz. Allohga shukr qilyapman. Albatta shukr. Yulduz bo'la qolsinlar deyishdi mana o'rtada. Yulduz bo'la qolsinlar. Lekin men bitta narsa aytaman. Bu qiyinchiliklarsiz men yulduz bo'lardim. Sizlarga ham savol. Nima o'ylaysizlar? Oshqul Jamolda roz bo'lardim. Ha? Turkcha qo'shiqlar ham aytib beramiz. Hozir uyga kelganman. Lekin hozir internetda qarasak, turkcha qo'shiqlar Yana o'sha o'zingizga aylanyapti. Opani o'zi. Endi ijod qilyapman, xalqimizga mehnat qilyapti. Lekin umumiy olib qaraganda hozir xalqqa oson emas.
umuman xalqlarga osonmas. Bugungi kunda yashash oson emas. Aqlli ko'payib ketdi, ig'vogar ko'payib ketdi, g'iybatchi oldin ichida ushardi, ornomiz ushlab turardi ozgina. Ornomiz qolmadi, parda qolmadi, bir-birini internetdan boplab yurib yashashdi. O'shaning uchun imkon qadar yaxshi qo'shiqlar bilan kayfiyatlarni ko'tarib turaman. Tandirlarda yo'lda ketyapti, vodiyga ketayotganda bilasizlarmi, nonlar yopiladi. Dalalarda ishlaydi odamlarimiz, ko'chalarda shipirib yuradi, hayol surib odamlar, yetkazilgani bor, yetkazilmay ro'zg'origa o'ylanib yurganlar bor. Ana o'shalarga qarasanglar, bilasizlar, ularga ozgina madad kerak. Поддержка deydi, madad emas, haliga madad Allohdan. Yordam Allohdan. Nima deydi? Ozgina e'tibor va ozgina dastak deymizmi? Ozgina dastak kerak. Biz tushunamiz degan ma'noda. Haligi men siz oling, siz bechorasiz deb men boyman degan maqsadda emas. Azizim, men ham shu kunlarni ko'rganman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men mana uni desang, qo'y, rahmat deydi. Bundan ham o'tib ketadi deyish kerak. Voy, men bunday qilib beryapman deb haligi bechora olgan odam ham yer yorsa kirib ketsam bo'lmaslik kerak-da. Biz yaqinda qizingizni konsert dasturida sahnada sizni ko'rdik. U yerdagi libos qayerda edi? Biz nima uchun internetdan topa olmadik? Siz kiyib chiqqan sahnaga libosni deyishyapti. E'tibor qildinglarmi? Men o'ylab topgan liboslar internetga moda bo'lib ketdi. Sharf eski do'konimizdan qolgan sharfni bayladim. Hozir uzun rubashkalar bor-ku, eski erlardan qolgan rubashkalarni olinglar. Jinsining ustidan baylaysizlar-da, ustidan jimperni kiyib olasizlar. Yengini sal bittasini qisib olasizlar. Men buni o'rgataman. Zo'r ketadi. O'shalar moda hozir. Ham belingiz issiq turadi. Butun nima deb o'ylayapsiz? Yangilikni o'ylab topgan joyi yo'q. Yangiliklar o'sha chiroyli turadi. Umuman erni usti-boshi ham chiroyli turadi. Hali xotin ustida go'g'oda eski narsalar. Tashlab yubormanglar. Shunday belga baylaysiz, mahkam turadi belingiz. Eski qo'y ro'mol urardi, bilasizmi? Shunday haligi issiqroq qishga qasdi shunday olasizda kasb baylab olasiz. Mo'ndaqa turadi keyin. Krossovka bilan yig'lab bormasa o'tirib yig'laydi. Uni aytib bundaqamikin, bayta bundaqamikin, voy mana bunaqa turish kerak. Keragi yo'q, sizga aytinglar, tikilsa 2 marta kiyasiz, 3-chi marta tashlab yuborasiz. Agar 2 marta kiysangiz. Ani eski rosa kiyasiz. Endi juda chiroyli gap yozdi. Bu yil muqaddas Ka'ba eshiklari siz uchun ochilsin. Nasib qilsin Alloh, biz duodamiz. Ko'proq suhbatlarda oila boshi haqida gapirasiz. Bu bizga yoqadi. Oila haqida gapirasiz va oxirgi chiqishlaringizda ham oilangiz ko'rinadi. Birga sportga borganingiz va birga faoliyatingiz. Oila boshlar haqida gapirib bering deb yozishibdi. Kelinlar. Endi oila boshini ko'rsatganimiz sababi bor. Hozir rosa ajrashish ko'payib ketdi. Ajragan qizlar hormanglar, baxtiyormisizlar? Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar meni qoshiq qonimdan kechinglar. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unidazga o'xshaydi. Hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо, любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa, eri yo'lda boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketar ekandir deb eskilar qo'pol qilayotganda. Qaysi tilda aytdi yana? Erni boshini maqtaymanda. Er bo'lsa yaxshi. Endi hali ahmoqlari bor, qurong'ichlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Unaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring kim marta kelib o'zini urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrash, yo'lini qilib ajramaslikda harakatini qilish kerak. Lekin imkon yo'q ajratib. Qaynana uchun erdan ajraladimi ayting? Kimga baylab bergan? Sizlar kecha kelib erni qizg'anyapsizlar. U mushtayligidan, bunundayligidan katta qilgan ona qizg'anmasmi bolasini? O'shalarga onaga rashk qilib ajratganlar bor. Voy, andaqa iyida bolasi-ku. O yüzden ertaga ona bo'lasiz. Voy, oyijon, jizzul tarbiyalab qo'ygansiz o'g'lingizni. Qarang, men bunaqa qilyapman. Menga murojaat. Eringizga qaynanangiz orqali murojaat qiling. Qaynangizga ham yoqishadi, oyijon, yaxshi keldingizmi deb. Nima qiladi? 2 marta kelib orqasini silab, choy qo'yib qo'ysiz. Qo'li uzilib tushadimi, bo'yni uzilib tushadimi? Xizmatkorlikka kirmaydi, e'tiborga kiradi. Haligi chuchut deb qiynadi bu deydi-yu. Oyijon qilish kerak. Men misol deylik, Nilufarni babushkasi bilan kelardilar, rahmatli. Nilufarni, nari Samarqandlik babushkasi. Kelardilar, meni sepimdagi ko'ylalardan kiyib turardilar. Kiyovingizga o'y rosa zo'r yarashtirdi. O'zim qizarib turardim. Lekin tasavvur qilsanglar, kiyovingiz sizga zo'r yarashtirdi. Hayot bu, azizlarim. Kim topasan-da nima qilasan? Уважайте, любите.
hech ham sizga hali ancha borda. Kecha tuxumdan chiqqan qiz bugun pampers kiyding, erga tegding, bugun ertaga yugurib kelib endi hozir qaynonangga dars o'tishing noto'g'ri-da. Bolasini katta qildi. Oyijon bir dam olib kelay restoranga, boring aylanib keling dedi. Rohatdan o'tirib bir piyola choy ichib olib, mazza qilib olinglar dedi-yu. Til topishni o'rganinglar. Oyijon nima qilib qo'ya ketdingizgacha? Yugurib borib, polvonga borasan, yugurib borib, onangga chaqasan, onangga ham joy yoqavermaydi qalbing bolam. Aslida qizlar onalarni ham tamom qilib bo'ldilar. Ona bechora ham o'ziga erga tegib yashayman qizimdan turibsan desa, uni ham har kuni hayotini zahar qilasizlar. Anda deyapti, manda deyapti, desa tiling tiyib o'tirib deyaveradi-da. Ularning bittasiga paxta qilib qo'yib bolam. Endi nima deyman? Ayting. Qanday? Qo'pol, lekin bu bor gapda mana hamma erkaklar o'tiribdi. Chin qaraq qilib onasiga yo'q deydi. Siz nima degan oddiy bo'lasiz qizim? Sizni davringizda qaynonasini ko'chaga chiqarib qo'ysa onasini. Baraka top demaydi, bay xudo urgan qiz ekan deydi. Qadariga ming la'nat deydi. Sizni otangizga, onangizga, balki dadingiz yo'qdir ham, yemagan bo'lsa, dadingiz ham la'natda qolaveradi. Shuning uchun to'g'ri yashashga harakat qilinglar. Yo'qmi? Bu yerga o'zingizdan ko'ring. Ko'chama-ko'cha yurgan hech barakat deganda ko'rmadim. Ko'chama-ko'cha yurgan yuraveradi unga. Assalomu alaykum qilib unitaz bo'lib. Azizlarim, bu shunaqa achchiq haqiqat. Ashtaqa. Opa, san'atimizga nega sizdan boshqasi yangilik olib kirmayapti, opa? Haqiqatdan biling. Mana shu ishlamasa nima qilasan endi? Ya avval qiziqsizlar, sizlar ham qiziqsizlar. Avval qarsak chorib tepaga chiqarib qo'yasizlar-da, keyin yangilik yo'q deysizlar. O'zing qarsak chiqib, qarsak chorishdan oldin o'ylab qarsak chorish kerak. Bilet sotib olib pulga keladi-yu, o'ylab bilet keladi. To'xtab kim konsertiga boryapti, nima deb boryapti? Bor. Talab qilishni bilmaysizlar san'atkorlar. Endilikka hamma, men endi ustoz ko'rganman, voy, men qanaqa ustozlar ko'rganman. Drevniy magikan ustozlar. Bu yerda juda ko'pchilik yaxshi tilaklar bildirganda, buni bitta o'qib chiqsak, keyingi savollar qolib ketadi. Hamma umr tilayotganlar, ijodingizga omad tilayotganlar, doim bor bo'ling deyotganlar. Juda ham ko'p. Duolarda so'rayotganlar. Ona haqida qo'shiqda onasi o'tib ketganlar ko'p yig'lab eshitardi, lekin sizni oxirgi aytgan ona qo'shig'ingizda onasi hayotlar ham yig'lay boshladi. Buni siri nimada edi deb yozishibdi. Sirimi? Onasiga aytolmay dardi ichida ishi yurmagan. Onasi butun, bag'ri butun odam yig'lamaydi. Ishi besh o'tirgan odam yig'lamaydi. Ona o'sha qo'shiqda irshayotgan, kulgan kallarda irshayib o'tirganlarni ham ko'rdim. Bor, haligi qorni to'q, qorni ochilar nima ishi bor deydi. Lekin ota-onasi ketadi-yu, topgan pulingizni endi bosib o'tiravering bolajonimdan biladi deydi. Pul baxtli qilmaydi bizni. Oila baxtli qiladi. Qilgan yaxshiligingiz baxtli qiladi. Siri shunda bo'lsa kerak. Onani, otani dirigida qiymatini bilish kerak. Dadalar qo'pol bo'ladi, dadalarning qiymatini bilish kerak. Dadangiz bor, onangiz koroleva bo'lib yuribdi. Yoshligida mumkin dadangiz qattiq qo'l bo'lmaganda onangiz ham ko'chada koroleva bo'lib qolardi. Uyda emas. Bu yerda shuning uchun dadalarimiz qattiq qo'l bo'lardi, onalarimiz uyda koroleva bo'lardi. Hozir endi onalarimiz ko'pi yosh bo'lib qolgan, ko'chada koroleva bo'ladi. Farqini agar tushuntirgan bo'lsa. Assalomu alaykum. Rahmat sizga hamma hayotiy gaplar uchun bizni ko'zimizni ochyapsiz. Muxlislar sekin-sekin uyg'onyapti. Azizlarimiz, qizlarimiz ayniqsa, jon bolalarim, qizlarim, yaxshi gapiringlar. Mana ko'tarilgan burunga suv kiradi, o'zingizga achiydi deydi-yu. Ni холодно, ni жарко. Nima bo'lsa o'zingizga bo'ladi. Hali ham bo'lsa oyijon, atoqqa achitida gapirib, sizdek bo'lib yuring hali. Deylarda ajragan bo'lsangiz borib yashang. Hammasi joyiga tushib ketadi. Ajra urmanglar. Ana bitta erga emas, Suriya chet eldagi. Yevropada sizdan biz o'zbeklarda ko'p uradi xotinlarni. O'ldirib yuborib o'rmonda qo'ymayapti ana kerak bo'lsa. O'zlarda nechta sashna qilib boryapti. Sekingina. Bizni tag'inan o'zbeklarimiz maksimum uradi-yu, o'ldirib yuborgan yo'q lekin haliga. Kamda unaqa. Bor, kam. Chet el tomosha qilinglar. Men Yevropada yashab yurgan paytimda ishlar. O'sha paytda ayollarga shiddat bo'lardi-da. Yevropeysklarga ma'murada xotinlar. O'sha oxirgi paytda bezorganda ularni ham qo'yishdi. Endi biz o'zbek yigitlarni ham ashna qilmanglar-da. Qo'ying endi. Nimasida oila bo'lib, bola chaqa bo'lsin, ehtiyot qilinglar. Aybi erkak kishi bo'lganimi, ani такие же люди, как и мы, ularga ham qo'ying ko'chada.
bosh ko'tarishi bor, pul topishi bor. Haligi erkak kishi muskuli bo'lishi mumkin. Boshqa kuchi yo'q. Haligi manimcha bu shoqishni bo'lsa butun dunyoni yukini ortib olasizlar. Ruhi kuchli bo'ladi. Siznikini ko'taradi, dunyonikini ko'tara olmaydi erkak kishi. Keyin ayol bilan zavjamiz. Birga qo'shqo'qiz bo'lishni o'rganishimiz kerak. Qizlarimiz mahkam ushlaylar. Qilib haligi hozirgi qanalalarga ham rahmat. Kelinlar labini gel qilsa ham olyapti kelin qilib. Men ko'ryapman-ku. Hamma yo'g'iga men masalan ultimatum qo'ydim. Satazam ha, xafa olmadi dedim. Kecha xizmat ko'rsatdim. Gel bor ekanlar dedim. Menga dedim qiz bolaligida butun kelsin dedi. Keyin bolali bo'lib oqib tushadi. Yo'q, oqib tushadigan payti bor. Turga o'tin bo'lib. Ashpatda nima qilsa qilaversin. Ruxsat ana. Biroq bo'lmasdan sen o'zini tortib oladi. Ungacha sen o'zini labida o'lsin buni bugun labi bilan hamma yo'g'ini qilib olib, buni qarshiligim yo'q. Yosh o'tgandan keyin qilishga. Ertaga bola tug'ilyapti, bilmaysan, mungilari mana undaqa, onasiniki bunaqa emas deysan keyin. To'g'risi hamda o'shaning uchun qiz bolani iloji bo'lsa ayollarimiz boricha berishdan aqlinglar. Go'zallikda babu haligi o'zini go'zalligi yoshlikda o'zi bir go'zallik. Agar qattiq tekkan bo'lsa, ming bor o'zim bir qoshiq qorindan kechgaysizlar. Sizlarni xafa qilish uchun aytmayapman. Oilalaring mahkam bo'linglar degan maqsadda aytyapman. Любите себя, берегите. Alloh bergan go'zallikni bir marta beradi. Qaytib kelmaydi bu yoshlik. Qaytib kelmaydi bu go'zallik. Shuni bilib qo'ying. Ayni biz yoshimizda bo'laveradi, aqli tuning qilib, bag'ini tuning qilib. Sana hali biz yoshlarga kelib o'zing tuningda yuraverasan deydi. Hozir endi tuningda qilmaslik kerak. Yo'q, qizlarni yaxshilab yurish kerak. Xuddi nazarimizda bugungi qo'shiq sizning kayfiyatingizga ta'sir qilayotgandek, yosh Yulduzmonani ko'rayotgandaymiz. Oxirgi paytlarda qanday insonlar va nimalar kayfiyatingizni buzyapti? Bizga shu haqida gapirib bering. Bu savol kayfiyatingizni buzdimi shunga? Kayfiyat yomon qotdi. Yo'q, kayfiyat buzadi yo'q. Ko'p endi men shu kayfiyatni buzgani uchun ko'pchilik bilan o'ralashmayman. Ko'pchilik ichida. Mana lekin asabimga tegadigan bilasizmi? Hech nima yo'q. Cho'ntagida, manada, mana u bor, ana u bor. Ko'rsang, haq berishni bilmaydi. Qizlarimiz urush bo'lsa, och qolsang, suvsiz qolsang, rosa kerak bo'lasan. Uyalmaysan so'rashga ham, qorning och qolsa. Bugungi och qolishda nima? Rosta ham ocharchilik bo'ladi-yu, haftalab yemagan. Ana shuni tomosha qilamiz. Mana Falastinda ko'rdilaringiz. Kibrmi sig'di odamlar. Hayot bir marta beriladi, qiymat bilinglar. Yaxshi ham sizlar borsizlar, meni qo'shiqlarim kerak. Sizlar bo'lmasanglar, meni qo'shig'im kimga kerak? Alloh shunday qilib qo'ydi. Sizlarni parda qilib, meni ham mana shu kasbda davom etishimga yordam berib qo'ydi. Beadad, behisob shukr. Alhamdulillah shukr. Umringlar uzun bo'lsin. Bir men endi to'g'risi asabimga tegadigan odamni yuziga qarab, basharasiga nima? Yuziga qaramayman. Alloh yaratganda buni boshni mana shu yerda bashara demanglar, yuz ko'ringlar. Alloh yaratib qo'ygan. Siz salom bermasangiz bermang. Assalomu alaykum deyish kerak. Kimga berildi? Ikkita farishtaga berildi. Siz salomga arzimaydigan odamsiz. Bersa ham Alloh sizga salomatlik bermaydi. Alloh mana farishtalarga salom beruvdilar. O'sha salom alaykum deb ketavering. Bu salomni haq etmagan odamga salom yetib bormaydi. Salom bu tilak. Tilak. Shuning uchun yana bir assalomu alaykum hammalarga. Bugungi premyerani qanday insonlar ko'proq mazza qilib eshitadi deb o'ylaysiz? Bu haqida ham Hamma mazza qiladi. O'tmishi bor mazza qiladi. O'lmay qolgan mazza qiladi. Kutishayapti, biz nima bilan kutyapmiz deb hayajon bilan yangi qo'shiq. Orqasidan hayajonlantirib qo'ydi, hammani boshini aytib qolishdi. Eskilarda haligi kecha kalish kiyib, tapichka kiyib, bugun tufli kiyib, o'zidan intelligent yasab olganlarni ko'rsam achchig'im keladi. Siz so'rayapsiz-ku. O'zidan intelligent yasab oladi-yu, men faqat opera eshitaman, bilasizmi desam, iltimos fitratingizda bor narsani qiling degim keladi. Fitratingizda maqom bo'layapti. Fitratingizda dutor bo'layapti, azizim. Hali u ham yo'q edi. Kimdir ota-onasi badrak bo'lgan, bugunga qarasang bolani bunday qiladi. Tush pastga. Bu zamon aylanadi. Zamon aylanadi. Men ishimda xizmatkorman, men undan uyalmayman. Opa premyera dasturga rosa ham borgimiz keladi. Har xil insonlarni ham ko'ramiz. Ularni kim taklif qiladi premyeraga deb so'rashibdi. Bu yerda har xil yo'q. Kim aytdi har xil deb? Sen har xilmisan. Sen har xilmisan. Ya'ni
ya'ni mehmonlar ko'p taklif qiladi, biz ham borgimiz keladi. Hamma mehmonlar o'sha nima deydi endi ro'yxatdan Bitta o'shanda ham kelgan kelaveradi. Bitta Ikrom aka deganimiz bor. Voy, Alloh yaratib menga berib qo'ygan bu odamni. Voy, o'zingiz nima qildi bugun? Ikrom aka. Bu odamni Yajuj Majuj ham o'talmasa kerak bu odamdan. Juda qattiq. Oldin Halima qilib shunaqa bo'lish kerak edi. Yo, Ikrom aka ham. Halima rahmatli baqir chaqir qiladi, nima qilaveradi bu odam. ukamiz havoni ham o'tkazmasa kerak. Shunaqa bo'lish kerak edi odamlar. Asan mana Yajuj Majuj o'tkazmasa kerak bu odam. Haqiqiy marg'iloncha tarbiya deyishibsiz sizda opa. Men marg'ilonlikman, men qishloqman. Lekin qishloqdan chiqib butun dunyoni kezdim, o'rgandim. Qo'limdan kelganicha yetkazyapman. Alhamdulillah, shu o'zbekligimcha qoldim. Odamgarchilikda qolishga harakat qildim. Xuligan bo'lsam ham ayollik sifatida qolishga harakat qilib qololdim. Eng muhimi azizlarimiz. Yoshlikda bo'ladi xuliganlik boshqa. Eng keragi xoinlik bo'lmasin. Bir-birlaring ustidan yozib, rasmga olib, shu ustidan halqum borku o'lgur. Birovni ustidan rasmga olib beryaptilar. Haligi shopir bechoralar uydan bismillah deb chiqadi. Oladigan pulini o'zi shtraf to'laydi, ustiga ustidan rasm aniq borasizlar. Asha xalqimizni oqibatimizni buzadi. Qoramni o'sha narsalardan qo'shiladi. Bolalarimiz xalqimiga kirib qoladi. Tamom bilan haligi birovni qaqshatib olib kirgan noningiz bormi? Asha bilan kirib qoladi-da, ashunga ehtiyot bo'ling. Taqvoda shuni aytadi. Taqvo deganda faqat siz namoz o'qib turib, amalni cho'qib qo'yib sekingina tavba bilan ishlab olganda aytmaydi. Taqvoda imkon qadar birovni kiga tegmasdan o'zingizga harakat qila Allohdan tilana olishga. Endi shunaqada aytdim o'tdim. Buni ham orada bor. So'rab qo'ydi-yu, bir marta so'rab qo'yib, halidan oz-ozdan davom etyapman. Murchib deydi. Sizlar yaxshi o'tiribsizlar. Bormizlar, sekin boshlaymiz. Ha? Ya Alloh. Ya bismillah. Alloh yuzingizni yorug' chiqarsin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda choylar damlab oldinglarmi? Menga ham choy keldi. Qorin to'qdir, endi tap hazm qilib, anaqa qilaveramiz. So'raganlaringni oldindan yozinglar. Bir kelishib, anaqa qilib. Yozib turinglar, keyin tanlab oladi-da. Yig'amiz savollar, qog'ozga tushiramiz, yig'amiz. Olamiz. Savollar endi qo'shiqlar deydi. Aha, xil o'tlab ketmaydi, bir xil bo'lsa, что хотите, o'shanga qarab aytaveradi. Azizim, ilohi amin, yuzimiz yorug' chiqarsin. Ijodimizga, umrimizga, rizqimizga, iymonimizga, har ibodatimizga barakat, davramizga barakat, bardavom qilsin Alloh. Ya Rabbi. Ketdik. Men rubolim o'radim. Mana Simribon, sizlarda bormi? Menda bor. Uyga borsam haliga nechiga chiqdim. Xotinimga qo'shilib o'tirib. Ha? Qani? Hasan Dekor. Qani Hasan Dekor? Kelinchak bo'lib qoldik opa. А? Вот так вот мы выросли в платке всегда. Я... Ertalabdan beri Да, ertalabdan beri